Oq dog'lardan aziyat chekyapsizmi? Uni bartaraf qilish uchun juda ko'p harakat va xarajat qildingizmi? Bunga bizda tabiiy yechim bor. Oddiygina mana shu mahsulot sizni oq dog'lardan batamom qutulishingizga yordam beradi. Oq dog'lardan qutulish uchun, uni sabablarni bartaraf etish uchun bunga qo'shimcha ravishda boshqa mahsulotlarni ham programma qilish mumkin. Azizlar, agar oq dog'dan batamom qutulmoqchi bo'lsangiz, albatta bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bunga tabiiy yechim berib, programmalar tuzib beramiz. Agar sizni natijalar qiziqtirayotgan bo'lsa, video so'ngida natijalarimiz ham otzivlarimiz bor. Oq dog'lar bo'yicha yoki programma bo'yicha sizda qandaydir savollar bo'lsa, video so'ngidagi telefon nomerlar sizni xizmatingizda. Mutaxassislardan Go'zal opadan maslahat olib programma bo'yicha davolanishda mana 3 oydan natija oldik. Qiynalib yurganlarga nima degan bo'lasiz? Yo'q, qaravoring iltimos. Yo'q, gapirolmayman. Gapirolmayman deyapti. Mayli, xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi. Yig'lamang. Mana boshida o'sha 2-3 oyda shunaqa natija bo'ldi. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi. Yaxshi, mana o'sha dog'lar onasi bitta o'rtasi. Mana o'rtasi ochiq kattamidi. Mana qo'lingiz bilan ko'rsatinglar, qayeri ochiq edi. Mana bo'linib ikkiga bo'lindi уже. Juda tezlik bilan bitishni boshladi mana. Nariga oyog'ini tashlagan emasga birinchi. Birinchi menga tashlaganida Nariga oyog'ini tashlagan. mana hozir yechyapti. Qaramang, ko'rmang, jo'ratmang. Har bir ko'rib berolmasdan mana yaxshi qilasiz. Mana Mana qoralari bitib ketganimi? Mana o'sha yerda qora dog'lar qaysi bitgan? Mana bular qop-qora bo'lib bitgani. Yo'qolyapti. O'zi mana ular yo'qolibdimi bular? Yo'q, bu yerda yo'q edi. Mana bu yerda qorayapti-yu. Yerdan bitta bu. Malades. Qo'lingiz oling. O'rtoqlar, mana bu oq dog', mana shunga qoshiqdek edi, mana уже yopilib keldi. Mana bunisi ham уже mana qorayib bitishni boshladi. Bu juda katta rezultat. 3 oylik natijamiz shu. Lekin buni juda ko'p joyga borsa bunaqa natija ololmaydi. Ya'ni bu klientimiz biz aytgan ovqatlar yemayapti ekan. Agar yesa rezultati tas etib oladi. Malades, mastalda bo'lavering. Xursandmisiz-ku? Nargis ham bitta shunaqa. Qani bu yog'ini ham ko'rsam bo'ladimi? Qo'yasiz. Voy, malades, уже mana bitibdi. Buni oldingi rasmi bormi, oluvdimmi? Oyog'ida bisini tashlab berganman xolos. Unaqa og'izmaydi, menga uncha ko'rsatmaydi. Uxlayotganda oyog'ini olib sizga tashlaganman. Bu juda katta rezultat o'rtoqlar. 3 oyda oq dog'larni davolash juda ko'p mutaxassislar orzu qiladi bunaqa natijani.